Bo'ldi opa. Labbek. Massajist qilib ish so'rab kelishibdi. Bo'ldi, kirsin, gaplashamiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalom. Ha, keling singlim. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Ha, bo'ldi opa. Kecha sizga Instagramdan yozuvdim. Massaj to'g'risida shogirdlikka oling deb sizni to'g'risini aytsam anchadan beri kuzataman. Ishlaringiz ham yoqadi-da. Mani ishga oling, ham shogirdlikka oling deb keluvdim-da. Keyin ozgina hozir qiynalib qolganman. Kreditlarim bor, uyim kreditda. O'shanga yordam bersangiz deb keluvdim opam oldingizga. Zulfiya, men sizni Telegramda videolaringizni jo'natdingiz, ko'rdim. Massajlaringizni ko'rdim. Ishlaringizda har bitta insonning xato kamchilik bo'lganda, xato kamchiliklaringiz bor, lekin to'g'rilasa bo'ladi. Mana sharoitingizni tushuntirdingiz. Shunga yarasha bizning ham o'zimizning qadriyatlarimiz bor, shartlarim bor. Glavniysi halollik bizada. Halollik bo'lgan joyda baraka bo'ladi. G'iybat, fisq fasoddan uzoqroq yurasiz, asalim. Voy, opa, men Xudodan qo'rqaman. Ishonchingizni oqlayman. Hali ko'rasiz. Opa singildek bo'lib ketamiz. Mavlud opa, assalomu alaykum. Siz oldingizga keldik yana mana. Voy Nilufar, yaxshi. To'ychoq. Yaxshi kelibsiz, lekin hozir men o'zim massaj qilib bera olmayman, lekin rosa yaxshi masterlar ishga olganman. Ular qilib berishadi inshaalloh. Voy, baba o'zingizniki bo'lmaydi, yaxshi qilishadimi? Yaxshi qilishadi, xudo xolis. Hozir yaxshi, insofli, Allohdan qo'rqadigan, fisq-fasoddan nari qizlarni ishga olganman. Asalim yaxshi qilib massaj qilib berishadi. Ish qilib yaxshi qiladimi? Inshaalloh. Qani chaqiringchi, bitta ko'ringchi. Voy, asalim yig'lama. Mo'ldipaga qachondan beri kelasizlar, opa? Biz Mavlud opaga 10 yildan beri oilaviy kelamiz. Bizga rosa yoqadilar. Oilaviy necha yildan beri kelamiz. Sizni ham rosa maqtadilar. Maqtaganlaricha borman-da o'zi. O'zim men boshqa klinikada ishlardim. Zo'r joyda. Endi kelib qoldim-da shu yo'lga endi. Maqtadilar sizni, lekin qo'li yengil, zo'r dedilar sizni. Mo'ldipamni ham hozir ancha yoshlari o'tib qoldi bilgan bo'lsangiz. Nima yoshlari o'tib qolar ekan? Biz 10 yildan beri kelamiz. Hozir qarib qoldilar, ishga yaramaydilar demoqchimisiz? Shu gapingizni eshitsalar hozir dillari og'riydi-ku. Sizni maqtab, zo'r shogirdim deb ishonib qirg'izib yuboruvdilar. Endi maqtaydilar-da endi. Keyinchi hademay Mo'ldipa ketadilar. Uzoq bir bu yoqda 1-2 yil ishlanglar bo'ldi. Iloji bo'lsa telefonimni oling, xo'pmi? O'zim borib, keyin hozir qarang, bu yoqda klinikada 100 ming massaj. O'zim borib 50 mingga chiroyli qilib qo'yaman. Uyda olganingiz boshqa deb, baribir opa. Ishongan shogirdim deb qo'ynilariga ilon olibdilar-da, Mavlud opam. Voy. Tavba. Qarang opa, anaqa yana men sizga ishonib ketdim. Sizni cho'nchagingizni o'ylayapman. Yana chiqib, anaqa Mo'ldipani o'zlariga aytib o'tirmay, xo'p? Boshingizda ro'mol, Allohdan qo'rqmaysizmi? Yana ro'mol o'rab olganingizni qarang. Sizda kelan deb hamma ro'molliklarni mana shunaqa pisqib pasod deb o'ylaydi. Meni chiqib gap yetkazadigan odatim yo'q. Insof o'zingizga bersin. Oling qo'lingizni bolamdan. Tur bolam, ketdik. Voy tavba. Ko'raman. Yana qancha ishlar ekan o'sha Mo'ldipa. Mavlud opa, opam qarab boring. Labbek Nilufar, qanday bo'ldi massaj? Yoqdimi massajlar? Mavlud opa, opam 10 yildan beri siz oldingizga kelaman. Sizni yaxshi bilaman. Qalbi pok, toza, mehnatkash ayolsiz. Lekin klinikangizni ostonasini mamlaqa g'iybat, fisq fasod, bo'mag'ir insonlardan, narsalardan bitta tozalab tashlang. Nimaga unaqa deganimni bir kun kelib tushunasiz. Sog' bo'ling opa. Nimaga unaqa dedilar ekan? Tavba.